Assalomu alaykum. Samarqanddan suv filtri zakaz qilgandik. Mana shu Bektosh degan yigitdan mana shunday korobkada bozorga qilib jo'natdi pochta orqali. Qabul qildik. Bu Navoiy viloyat Nobog'ot tumaniga keldi. Turmush kanaliga rakminandaga o'rnatdik. Siz aytgandek qilib hammasi original ekan, to'g'ri. Mana bu biza vodoprovodning suvi. Mana hozir tekshiring. Mana ko'rdingizlar. Mana bu tekshirilgan apparat. Mana 00. 346 qattiqligi sho'rligi. Mana bu filtrdan chiqqan suv. Mana bu o'sha narsa nolga qo'ydigani. Mana 0.25 suvga gap yo'qligini suv. Mana endi suv ichganday bo'lamiz, nasib bo'lsa. Rahmat sizga. Doim xalq xizmatidan charchamang. Rahmatlar ishlab sog' bo'ling.